turistik zonadan uch sotuq podgostinitsa, korobka taqdim etamiz azizlar. Ketik obzorni qilamiz. Город свой рисунок через сердце пишет. Золото заката плавно тает в небеса. Купола мерцают, словно звезды в волосах. Notular binomuz 3 ta urovень, fasad tomoni 26 metr, eni 15 metr azizlar, 3 ta urovень, podval, birinchi qavat, ikkinchi qavat va uchinchi qavat ham manzil, Raymak Kolso, Abu Hafs Kabir ko'chasi. Chap tomonimizga Hazrat Temur, o'ng tomonimizga eski Buxorolik darvozasi, ana minoram ko'rinib turibdi. Har qirg'oni 500 metr taxminan turizm biznesiga menimcha zo'r imkoniyat. Gostinitsa, restoran va любой biznes qilib bo'ladi azizlar. Hamda maktab, ofis bizneslari eng yaxshisi menimcha turizm biznesi azizlar. Mana 3-qavatimiz, yarmisi qurilishi yopilgan plita bilan, yarmisi terrasa. Bu yerni yopib va to'liq 3-qavat qilib bo'ladi. Turistik zona. Narxi azizlar $200,000 va albatta kichkina zazovchasi.